Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Kambag'al oilalar uchun foizsiz subsidiya ajratiladi. Subsidiyalar qancha miqdorda, qancha muddatga beriladi? Ijtimoiy himoya yagona restori va kambag'al oilalar restoriga kiritilgan. Oilalar a'zolariga o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga ajratilgan subsidiya o'rniga foizsiz subsidiya ajratiladi. Mazkur subsidiyalar bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda 6 oydan 3 yil muddatga beriladi. Fuqarolarga subsidiya berilgan asbob-uskunalar, mehnat qurollari, tikuv mashinalari, elektropech, boshqalar va kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasida foizsiz subsidiya asosida sotib olib beriladi. Subsidiyalar grant yoki subsidiya olish uchun o'zining doimiy yashash manzilidagi hokim yordamchisiga yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki onlayn mahalla elektron platformasi orqali murojaat qilishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.